Mana qizlarimiz o'rtasida, yana texnikumlar o'rtasida voleybol musobaqasi davom etyapti. Mana bizning qizlarimiz. Hozircha bizning qizlarimiz oldinda. Zarafshon Aboliy Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi o'quvchilari bilan Zarafshon san'at texnikumi o'quvchilari, ya'ni birinchi politex o'quvchilari birlashyapti. Sport musobaqasini ayniqsa qizlar o'rtasida o'tishi juda qiziq ekan. Qizlar voleybolda juda puxta tayyorgarlik ko'rishganga o'xshaydi. Yana raqib jamoa. Hammaga omad tilab qolamiz. 5 ta shaxs loyihasi doirasida o'tkazilyapti bu. G'olib chiqqan viloyat bosqichiga ishtirok etadi.